Bizda eksklyuziv yangilik Cobalt 2026 Midnight kutilayotgan mashinamiz keldi. Bunga mana multimedia tablosi o'zgartirilgan, monitorlar qo'yilgan, salon qismi ponni qoraytirilgan, kojinli holatda keldi. Bu mashinaga o'zgarishlari yuqori katta emas, lekin o'sha rullarida, tablosida asosiy o'zgarishlar. Motor qismiga ham o'tib ko'ramiz. Motor qismida ham umumiy katta o'zgarish yo'q. Deyarli eski holat bilan bir xil. Miyalarida ozgina farqlar bor ekan, bizga ko'rinyapti. Qolgan joylarda kim tushunsa, izohlarda yozib qoldirsin, qanaqa o'zgarishlar kutgandi va qanaqa o'zgarishlar bo'ldi. Bu mashinaga nima o'zgarishlar kiritsa bo'ladi yana? Bunga meni fikrimcha 100% lik qop-qora tonirovka o'zi menimcha yetadi. Chunki salon qismida yetarli hamma yo'q qilinibdi. Bu videoda Cobaltni yoqtiradigan, Cobalt binadigan tanishlarga jo'natib qo'yamiz va obuna bo'lish esdan chiqmasin.